har safar qadam qo'yganda tizzangizda sanchiqli og'riq sezilayotgan bo'lsa yoki zinadan tushayotganingizda tizza qirsillab bo'g'im qotib qolyapti deb xavotir qilayotgan bo'lsangiz, biling, siz yolg'iz emassiz. Tizza og'rig'i ko'plab odamlarning hayot sifatiga ta'sir qilmoqda va ko'pincha bu og'riqlar sababi gonartroz, ya'ni tizza osteoartriti bo'lishi mumkin. Bugun shu kasallik haqida oddiy, tushunarli va tibbiy ma'lumot beramiz. Nima uchun tizza artrozi paydo bo'ladi? U qanday bosqichlarda rivojlanadi? Og'riqni kamaytirish va hayot sifatini tiklash uchun nimalar qilish mumkin? Ushbu videoda siz shu savollarga to'liq javob olasiz. Gonartroz nima? Gonartrozi yoki tizza bo'g'imi osteoartriti, xalq orasida tizza artrozi ham deyiladi. Bu tizza bo'g'imidagi tog'ay to'qimasining asta-sekin yemirilib boradigan surunkali kasalligidir. Sog'lom tizza bo'g'imida son suyak va boldir suyak uchlari silliq tog'ay qatlami bilan qoplangan bo'ladi. Xuddi amortizator kabi, ular suyaklarni bir-biriga ishqalanmay, erkin harakatlanishiga yordam beradi. Gonartrozda esa ana shu tog'ay qatlami eskirib, yemirila boshlaydi. Natijada suyaklar bir-biriga ishqalanadi. Bo'g'imda ishqalanish va yallig'lanish yuzaga keladi. Tizza bo'g'imi tanamizda eng ko'p yuk tushadigan bo'g'imlardan biri bo'lgani uchun unda artroz juda keng tarqalgan. Bu kasallik degenerativ distrofik turiga kiradi. Ya'ni vaqt o'tishi bilan eskirish va yemirilish natijasida paydo bo'ladi. Gonartroz ko'pincha yillar davomida asta-sekin rivojlanadi va surunkali tus oladi. Gonartrozni ba'zan eskilik belgisi deyishadi. Ammo bu to'liq to'g'ri emas. Yosh o'tishi bilan risk ortadi, biroq har bir keksada ham tizza artroz bo'lmasligi mumkin. Demak, gonartroz bu shunchaki qarilik natijasi emas, balki aniq o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan kasallik. Uni oddiy so'z bilan bo'g'imning yemirilishi desa ham bo'ladi. Afsuski, organizmda shikastlangan tog'ay qayta o'sib chiqmaydi. Bir marta yemirilgan tog'ay to'qimasini o'rnini yangilab bo'lmaydi. Shu bois gonartroz surunkali, ya'ni doimiy hisoblanadi. Lekin bu baribir hech narsani qilishning iloji yo'q degani emas. Agar vaqtida chora ko'rilsa, kasallikni rivojlanishini sekinlashtirish va og'riqni ancha yengillashtirish mumkin. Buni biz video davomida batafsil tushuntirib beramiz. Keling, gonartrozning sabablari va xavf omillarini ko'rib chiqamiz. Gonartrozning asosiy sababi tizza bo'g'imiga tushadigan yuk va vaqt o'tishi bilan bo'g'im qismlarining eskirishi. Tibbiyotda gonartroz ikkiga bo'linadi. Birlamchi, ya'ni aniq bir sababsiz, ko'pincha yoshga bog'liq holda bo'g'imning asta-sekin eskirishi va ikkilamchi, biror bir jarohat yoki kasallik tufayli tog'ayning shikastlanishi gonartrozga olib keluvchi keng tarqalgan sabablarni keltiramiz. Yosh va qarish jarayoni. Yosh o'tgan sayin bo'g'im tog'aylari elastikligini yo'qota boshlaydi va yemirilish osonlashadi. 50-60 yoshdan oshgan insonlarda artroz ko'p uchraydi. Ammo bu faqat keksalarning kasalligi emas, yoshroq odamlarda ham uchrashi mumkin. Misol uchun, yoshligida tizzani jarohatlagan sportchilarda 30-40 yoshlardayoq artrozning belgilari paydo bo'lishi boshlaydi. Ikkinchi sabab og'ir jismoniy yuk va jarohatlar. Tizzaga doimiy ortiqcha yuk tushadigan ishlar yoki sport mashg'ulotlari, masalan, og'ir yuk ko'tarish, uzoq masofaga yurish, sakrash bilan bog'liq bo'lgan sport bo'g'imni tezroq eskirishi yoki shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Yoshligidagi menisk yirtilishi yoki bo'g'imlarning shikastlanishi kabi jarohat ham keyinchalik artrozni rivojlanishini tezlashtiradi. Agar tizza bo'g'imi noto'g'ri bitib qolgan eski jarohatlar bo'lsa, ular bo'g'imga notekis kuch taqsimlanishiga sabab bo'ladi. Bu esa tog'ayni bir taraflama ko'proq yelishiga majbur qiladi. Tizza artroziga olib keladigan yana bir omil bu ortiqcha vazn, ya'ni semizlik. Tana vazni qancha ortiq bo'lsa, tizzaga tushadigan bosim ham shuncha ko'p bo'ladi. Masalan, odam vazni 1 kilogramga ortsa, tizzaga yurishda taxminan 4 kilogram ortiqcha bosim tushadi. Tasavvur qiling.
Atigi 5 kilogramm ortiqcha vazn tizzalaringizga piyoda yurganda 20 kilogramm og'irlik yuklaydi. Shu sabab ortiqcha vazn nafaqat artrozni rivojlanish xavfini oshiradi, balkim mavjud artrozingizni tezroq og'irlashishiga ham hissa qo'shadi. Ortiqcha vaznli odamlarda gon artroz ko'proq uchraydi va semizlikni kamaytirish, artrozdan saqlanish va uning ta'sirini pasaytirishga eng samarali choradir. Yana bir omil genetik va tuzilish omillari. Ba'zi insonlarda bo'g'imlarning tuzilishi tug'ma ravishda bir oz farq qiladi. Masalan, oyoqlarning O shaklida yoki X shaklida egri, virus yoki valgus deformatsiya bo'lishi oyoqlarning qiyshiqligi natijasida tizzaga tushadigan bosim bir tekis tushmasligi bois tog'ay tezroq yemirilishi mumkin. Shuningdek, ota-onada erta artroz bo'lsa, bolada ham artroz bo'lish ehtimoli bir oz yuqori bo'ladi. Boshqa kasalliklar, revmatoidniy artrit, podagra kabi yallig'lanishli bo'g'im kasalliklari va metabolik buzilishlar, masalan, qandli diabet, metabolik sindrom, bular ham bo'g'im tog'ayining tezroq yemirilishiga olib kelishi mumkin. Bu holat gon artrozning ikkilamchi sabablari bo'lib, ulardan asosiy kasallik, masalan, revmatizm, bo'g'imni shikastlaydi. Yuqoridagi omillar birgalikda yoki alohida tarzda ham gon artrozga turtki bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda aniq bir sababni ajratish qiyin. Odatda yillar davomida to'planib boradigan kichik shikastlanishlar va kuchlanishlar natijasida deb tushuniladi. Oddiy qilib aytganda, tizzangiz butun umr ishlagan, og'ir yuklarni ko'targan va zarbalarga uchragan bo'lsa, tog'ay qavati asta-sekin charchab yupqalashadi va yemiriladi. Gon artroz belgilari va bosqichlari. Gon artrozning belgilari odatda asta-sekin paydo bo'ladi va vaqt o'tishi bilan kuchayib boradi. Dastlab odam faqat vaqti bilan noqulaylik sezishi mumkin. Keyinroq og'riqlar tez bezovta qila boshlaydi. Quyida tizza osteoartritining keng tarqalgan simptomlarini keltiramiz. Tizzada og'riq. Bu eng asosiy belgidir. Dastlab faqat uzoq yurib charchaganda yoki jismoniy zo'riqishda paydo bo'ladigan og'riq vaqt o'tib doimiyroq bo'lib qoladi. Og'riq odatda harakatda kuchayadi. Masalan, uzoq piyoda yursangiz, zinapoyadan ko'tarilsangiz yoki cho'kkalab o'tirsangiz, tizza sanchiydigandek yoki uvushqoq og'riq beradi. Dam olganda biroz pasayishi mumkin, lekin kechasi bezovta qiladigan darajaga ham yetishi mumkin. Ba'zan hatto o'tirgan paytda ham tizzangiz zirqiragan og'riq turishi mumkin. Ikkinchisi, qotib qolish, harakatda cheklanish. Uzoq vaqt o'tirib turganingizda yoki ertalab uyg'onganda tizza qotib qolgandek bo'ladi. Bukish yoki yozish qiyinlashadi. Bu holat odatda 10-15 daqiqa yurib harakatlangandan keyin yaxshilanadi. Buni shifokorlar ertalabki qotish deb atashadi. Ammo artroz kuchaysa, umuman harakatning hajmi kamayadi. Masalan, tizzani avvalgidek to'liq buklab bo'lmay qoladi. Shish va bo'rtish. Bu bo'g'im ichida yallig'lanish va suyak o'sma, osteofitlari paydo bo'lishi tufayli tizza ba'zan shishib, kattalashib qolgandek ko'rinishi mumkin. Atrofidagi to'qimalarda yallig'lanish bo'lsa, tizza usti qizarishi va tekilganda bir oz issiqligi ham sezilishi mumkin. Qirsillash va g'ichirlash. Tizzani bo'kib yozishda qirsillagan yoki g'ichirlaganga o'xshash tovushlar eshitilishi mumkin. Bu tog'ay sathi tekis va silliq bo'lmay, notekis bo'lib qolgani uchun paydo bo'ladi. Suyaklar harakatda bir-biriga ishqalanib, tovush chiqara boshlaydi. Sog'lom odamda ham ba'zan tizza qirsillashi mumkin, lekin artrozda bu tovush tez va og'riq bilan birga kechadi. Bo'g'imning bo'shashib ketishi, tizza go'yo ishonchsiz bo'lib qoladi. Odam ba'zan tizzasi yurmay qoladigandek, oyog'i bo'kilib ketadi. Beqarorlik hissi paydo bo'ladi. Chunki artroz tufayli atrofdagi mushaklar va paylar zaiflashishi va bo'g'imning tabiiy barqarorligi pasayishi mumkin. Bo'g'im qisilishi, blokada. Ba'zan tizzani butunlay buklash yoki yozishga go'yo ichida nimadir to'sqinlik qilayotgandek bo'ladi. Bir muddat harakat to'xtab, keyin qirs etib ochilib ketishi mumkin. Bu artrozda paydo bo'ladigan suyak chiqindilari, osteofitlar yoki
Bo'lakchalar bo'g'im ichida tiqilib qolishi natijasida sodir bo'ladi. Bugun artroz belgilari kasallikning og'irlik darajasiga qarab yengilidan og'irigacha bo'lishi mumkin. Shifokorlar artroz rivojlanishini shartli ravishda 4 bosqichga ajratib tushuntiradilar. Birinchi bosqich yengil daraja. Tizza bo'g'imi tog'ayida endigina mayda eskirish belgilari paydo bo'lgan. Suyaklar orasidagi tog'ay qavati hali yetarli qalinlikda. Shuning uchun odatda odam og'riqni deyarli sezmaydi yoki juda kam sezadi. Ba'zi holatlarda uzoq yurish, yuk tushganda biroz noqulaylik his qilishi mumkin. Ikkinchi bosqich yengil o'rta daraja. Tog'ay qavati endi biroz shikastlanishi mumkin. Suyaklarning bir-biriga ishqalangan joylari paydo bo'lishi mumkin. Og'riq va qattiqlik hissi endi vaqti bilan sezila boshlaydi. Masalan, ertalab tizza qotib turadi yoki kun oxiriga borib tizza zirqirab og'riydi. Biroq tog'ay hali ham suyakka ma'lum darajada himoya beradi. Shuning uchun suyaklar to'g'ridan-to'g'ri bir-biriga tegmaydi. Uchinchi bosqich o'rta daraja. Artroz ancha aniq namoyon bo'la boshlagan bosqich. Tog'ay sezilarli darajada yemirilgan. Rentgen suratida bo'g'im oralig'i toraygan ko'rinadi. Og'riq kuchayadi. Ayniqsa uzoq yurganda, chopganda, cho'kkalab o'tirganda yoki zinadan chiqqanda kuchliroq seziladi. Tizzada qattiqlik va harakat cheklanishi ham ortadi. Masalan, o'tirib turganda tizzani yozish qiyinlashadi. Kunduzi harakatlanib ketadi, lekin har holda avvalgiga qaraganda harakatchanlik pasaygan. Bu bosqichda bemor tizzam rasvo bo'lib qoldi deb ilk bor jiddiy shikoyat qila boshlaydi. 4-bosqich og'ir daraja. Bu eng oxirgi va eng og'ir bosqich bo'lib, tizza bo'g'imi deyarli tog'aysiz qoladi. Suyak sathi ochilib qolgan va harakatda suyaklar bevosita bir-biriga ishqalanadi. Shuning uchun og'riq deyarli doimiy va kuchli bo'ladi. Hatto dam olganda ham bezovta qilishi mumkin. Bo'g'im sezilarli darajada qotib qoladi. Oyoqni bukish, yozish qiyin, ba'zan deyarli harakatsiz. Odamning yurishi o'zgaradi. Oqsoqlanish, yurganda qattiq og'riq tufayli to'xtab yurish kuzatiladi. Bu bosqichda konservativ davo unchalik foyda bermaydi. Bemor kundalik oddiy harakatlarni ham qiynalib bajarishi mumkin. Ko'pincha 4-bosqichda jarrohlik amaliyoti, tizza bo'g'imini sun'iy protezga almashtirish haqida o'ylash vaqti keladi. Chunki bo'g'imning o'z tuzilmasi saqlab qolish imkoni qolmadi. Ya'ni shuni esda tutingki, artroz belgilari asta-sekin kuchayadi. Ba'zan odam birinchi belgilarni e'tiborsiz qoldirib yuraveradi. Biroz og'riyapti, o'tib ketar deb e'tiborsiz qoldiradi. Lekin vaqt o'tishi bilan og'riqlar kuchayib boradi va bo'g'imda qaytmas o'zgarishlar chuqurlashadi. Shu bois, agar tizzangizda sababsiz og'riq paydo bo'lib, bir necha haftadan beri tinmayotgan bo'lsa, yaxshisi o'z vaqtida shifokorga murojaat qiling. Erta bosqichlarda boshlangan davolash kasallikni jilolashda samarali bo'ladi. Tizza og'rig'i va artrozi haqida xalq orasida yuradigan bir qancha noto'g'ri tushunchalar bor. Keling, eng ko'p uchraydiganlarini sanab, ularga ilmiy faktlar bilan javob beramiz. Birinchi mif. Bu shunchalik qarilik, hamma keksalarda tizzasi og'riydi. Haqiqat shundaki, yosh o'tgan sayin artrozning xavfi ortadi, lekin bu kasallik faqat qariyalarning qismati degani emas. Ko'plab insonlar hatto qarigan chog'ida ham jiddiy artrozsiz yurishadi. Aksincha, yoshroq odamda ham agar jarohati bo'lsa yoki genetik moyilligi bo'lsa, artrozga chalinishi mumkin. Demak, qarilikdan qochib qutulib bo'lmaydi, baribir artroz bo'laman deb qo'l qovushtirib o'tirish noto'g'ri. To'g'ri turmush tarzi, vaznni me'yorda ushlash va bo'g'imlarni asrash orqali hatto yoshi katta insonlarda ham artrozni oldini olish yoki uni kechiktirish mumkin. Ikkinchi mif. Tizzaga tuz yig'ilib, og'riq shundan bo'ladi degan. Haqiqat, ko'pchilik tizza og'risi tuz yig'ilibdi deb aytadi. Ammo bu ilmiy asosga ega emas. Bo'g'im ichida osh tuzi, ya'ni natriy xlorid yig'ilib qolmaydi. Bu faqat xalq orasidagi noto'g'ri ibora xolos. Tizza og'rig'ining sababi tuz emas, tog'ayning yemirilishi va bo'g'imning yallig'lanishidir. Albatta, ba'zi kasalliklar, masalan, podagra tufayli bo'g'im ichida boshqa tuz kristallari to'planishi mumkin. Lekin podagra asosan oyoq barmoqlariga ta'sir qiladi
va tizzada kam uchraydi. Gon artrozda esa hech qanday tuz qatlamlari yo'q va tog'ay yuzasi silliq pardadan dag'al, notekis qatlamga aylanadi. Shuning uchun og'riq paydo bo'ladi. Shunday ekan, tuz yig'ilibdi degan gapga ko'p ishonmang. Asosiy muammo tog'ayda. 3-mif. Hech narsa yordam bermaydi. Faqat chidaymiz yoki operatsiya qildiramiz. Haqiqat shundaki, bu eng xavfli va tushkunlikka soluvchi noto'g'ri fikrlardan biri. Albatta, gon artroz surunkali kasallik va to'liq davolovchi sehrli dori hali ixtiro qilinmagan. Tog'ayni butkul yangilab bo'lmaydi va butkul yangilab beradigan vosita yo'q hozircha. Ammo umuman davolashning foydasi yo'q degani emas. Aksincha, ko'plab usullar mavjud. Terapevtik mashqlar, vazn tashlash, dorilar, fizioterapiya, ukollar, tayanch moslamalari, bularning barchasi to'g'ri qo'llanilsa, og'riqni sezilarli kamaytiradi va hayot sifatini oshiradi. Ko'plab bemorlar shu yo'llar bilan operatsiyasiz yurishyapti. Jarrohlik esa faqat oxirgi chora. Boshqa choralar naf bermaganda yoki bo'g'im butunlay ishdan chiqqanda tavsiya etiladi. Shunday ekan, baribir foydasi yo'q deb o'zingizni tushkunlikka tushirmang. Kasallikni boshqarish yo'llari bor va ular yordam beradi. 4-mif. Sizda og'riyotgan bo'lsa, hech qimirlatmaslik kerak. Harakat faqat zarar qiladi. Haqiqat shundaki, tizzasi og'riyotgan odam tabiatan uni asrashga, kamroq yurishga harakat qiladi. Ammo butunlay harakatsiz qolish yomon oqibat beradi. Bo'g'imlar harakatda yashaydi. Me'yoriy yengil mashqlar aksincha tog'ayni oziqlantiradi, mushaklarni mustahkamlaydi va bo'g'imni barqaror ushlab turadi. Masalan, suzish, velosipedda mashqlar, yengil gimnastika tizzaga zarar keltirmagan holda mushaklarni chiniqtiradi va og'riqni kamaytiradi. Harakatsizlik esa mushaklarni sustlashtirib qo'yadi, bo'g'imni yanada zaiflashtiradi. Hatto shunday gap bor: sog'lom bo'g'imni ham qimirlatmay qo'ysangiz, artroz rivojlanadi. Demak, to'g'ri harakat va mashqlar gon artrozni dushmani. Albatta, sportning ham me'yorini biling. Og'riq kuchaytiradigan harakatlardan, masalan, sakrash, og'ir yugurish, og'ir yuk ko'tarish, bulardan saqlaning. Lekin yengil mashqlarni kanda qilmang. 5-mif. Faqat keksalarning xastaligi, yoshlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Haqiqat shundaki, gon artroz asosan yosh kattalarga xos bo'lsa-da, yoshlar ham bundan mustasno emas. Ayniqsa professional sportchilar yoki tizzasidan jarohat olgan yoshlar, masalan futbol, basketbol o'ynaydigan va tizzasiga jarohat olgan 20 yosh atrofidagi sportchilar 30 yoshga borganda artroz boshlanishi mumkin. Faol o'smirlarda bo'lmaydi degan fikr noto'g'ri. Shu sabab, agar yoshingizga nisbatan yosh bo'lsangizda, tizzangiz tez-tez og'rib tursa yoki shikastlangan bo'lsa, beparvo bo'lmang. Profilaktika va davoni hozirdan boshlang. 6-mif. Ob-havo bo'g'imlarni buzadi. Sovuqda artroz chiqadi. Haqiqat, sovuq va nam iqlim sog'lom odamda artrozni keltirib chiqarmaydi. Biroq mavjud artrozi bor bemorlarda sovuq, namlik vaqtincha og'riqlarni kuchaytirishi mumkin. Ko'pchilik bo'g'imi og'riydiganlar ob-havo almashganda oldindan sezadi. Bu gap bor. Chunki havo bosimi pasayganda yoki sovuqda bo'g'im ichidagi suyuqlik bosimi o'zgaradi. Yalg'ilangan to'qimalar reaksiyasi kuchayadi. Ammo yana takrorlaymiz, iqlimning o'zi sog'lom bo'g'imda artrozni paydo qilmaydi. Shu bilan birga, issiq iqlim artrozni davolab yuboradi degan tushuncha ham noto'g'ri. Faqat simptomlar biroz yengillashishi mumkin. Eng muhimi, har qanday ob-havoda bo'lsa ham, bo'g'im sog'lig'i uchun yuqorida aytganimizdek, vaznni me'yorda saqlash, harakatni balansli qilish va shikastlanishlardan saqlash zarur. Ushbu mif va haqiqatlarni bilish sizga gon artrozni to'g'ri tushunishga yordam beradi. Ko'rinib turibdiki, artroz haqida hech qanday iloji yo'q degan fikr noto'g'ri. Aksincha, bizning qo'limizda ko'plab choralar bor. Endi esa qanday qilib gon artrozni aniqlashimiz va boshqa kasalliklardan farqlashimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Gon artroz tashxisi odatda shifokor uchun qiyin emas, lekin ba'zi hollarda boshqa muammolar bilan aralashib ketishi mumkin. Avval shifokor bemorning shikoyatini tinglaydi. Og'riq qayerda va qachon paydo bo'lyapti, qancha vaqtdan beri, qanday harakat qilganda kuchayadi va hokazo. So'ng klinik ko'rik o'tkazadi.
tizzani qo'l bilan paypaslab ko'radi. Shakllarni, deformatsiyasi bor yo'qligini baholaydi. Bukib yozib harakatni hajmini tekshiradi. Shuningdek, bo'g'im ichida suyuqlik to'planib qolganmi, mushaklar atrofiyasi bormi, ularni ko'zdan kechiradi. Tizza artrozida ko'pincha bo'g'imning ichki tomoni ustida og'riq sezilarli bo'ladi va qattiq bukilganda qirsillash eshitiladi. Asosiy tashxis usuli rentgen tekshiruvi. Oddiy tizza bo'g'imidagi o'zgarishlarni ko'rsatib beradi. Tog'ay qatlamini yupqalashib, suyaklar orasidagi bo'shliq toraygani, suyak chetlarida osteofitlar, suyak o'smalari paydo bo'lganini rentgen suratida yaqqol bilinadi. Shuning uchun aksar hollarda oddiy rentgen yetarli bo'ladi. Ba'zan murakkab hollarda, ayniqsa jarohat yoki boshqa kasalliklarda shubha bo'lsa, MRT yoki KT tekshiruvi ham o'tkazilishi mumkin. Bu usullar tog'ay va yumshoq to'qimalarni batafsilroq ko'rsatish imkonini beradi. Masalan, menisk yorilganmi, yo'qmi, buni MRT orqali aniqlash oson. Gon artrozni boshqa kasalliklardan ajratish ham muhim. Ko'pincha tizza og'rig'i shikoyati bilan kelgan bemorlarda quyidagi yanglish tashxislar yoki aralash holatlar uchrab turadi. Bursit tendonit, pay yallig'lanishi. Tizza bo'g'imi atrofida bursa deb ataladigan suyuqlik, to'la kichik sumkachalar bor. Ular ishqalanishni kamaytiradi. Ular yallig'lanib qolsa, bursit deyiladi va tizza sohasida og'riq va shish paydo bo'ladi. Xuddi shuningdek, tizza atrofidagi paylarning zo'riqish, tortilishi tendonitga olib keladi. Bo'g'im atrofi og'riydi. Bursit yoki tendonitning og'rig'i bo'g'im og'rig'iga o'xshab ketishi mumkin. Shu bois yanglish ravishda artroz deb o'ylashadi. Ammo bursit va tendonit odatda o'tkir boshlanadi va to'g'ri muolaja bilan bir necha haftada tuzaladi. Artroz esa surunkali davom etadi. Menisk shikastlanishi. Tizzada joylashgan menisklar, bo'g'im ichida tog'ay detikchalari yirtilishi yoki shikastlanish ham tizzada og'riq, qotish va bo'shashish kabi simptomlarni keltirib chiqaradi. Menisk yirtilishi va artroz belgilari shu qadar o'xshash bo'lishi mumkinki, hatto bemorlar o'zi ham menisk uzilgan deb yurgan bo'lsa, aslida bu surunkali artroz bo'lib chiqishi mumkin yoki aksincha bo'lishi mumkin. Farq shundaki, menisk jarohati odat ma'lum bir jarohat olish bilan boshlanadi. Masalan, yiqilish yoki tizzani buralib ketishi va og'riq keskin paydo bo'ladi. Artrozda esa og'riq sekin-asta kuchayadi. Shifokor tizzani tekshirib, kerak bo'lsa MRT orqali bu ikki holatni ajratishi mumkin. Ko'pincha artrozda menisk ham eskirib yirtilgan bo'ladi. Bular birga uchrashi ham mumkin. Yallig'lanishli artritlar, revmatoid artrit kabi autoimmun kasalliklar ham tizzadagi yallig'lanish va og'riq keltirib chiqaradi. Lekin ular odatda ikki tizzada baravariga va boshqa bo'g'imlarda ham namoyon bo'ladi. Qon tahlillarida yallig'lanish ko'rsatkichlari yuqori bo'ladi. Oddiy artrozda qon tahlillari odatda normal chiqadi. Ba'zan yoshroq bemorlarda revmatoid artritni dastlab yanglish artroz deb o'ylashlari mumkin yoki aksincha. Shuning uchun batafsil tibbiy tekshiruv muhim. Bu kasalliklar gon artrozga xos bo'lmagan, lekin unga o'xshash belgi beruvchi holatlardir. Shifokorlar klinik tekshiruv va rentgen, MRT yordamida odatda to'g'ri tashxis qo'yadi. Muhimi, agar tizza og'rig'i sababini aniq bilmasangiz, o'zingiz mustaqil taxmin qilib davolamang. Mutaxassisga murojaat qiling. Chunki, misol uchun oddiy artroz deb o'ylab yursangiz, u aslida davolasa bo'ladigan boshqa muammo bo'lsa, vaqtni o'tkazib yuborasiz. Yoki aksincha, payim og'riyapti deb ahamiyat bermasangiz, aslida artrozni erta bosqichda ushlab qolish imkoniyatini boy berishingiz mumkin. To'g'ri tashxis to'g'ri davolashingizni kalitidir. Gon artrozni davolash kompleks yondashuvni talab qiladi. Ya'ni faqat bitta dori ichibgina qutulib qolishning imkoni yo'q. Lekin bir necha choralarni birgalikda qo'llasak, ancha yaxshi natijaga erishamiz. Davolashning maqsadi og'riqni kamaytirishi, bo'g'im harakatini saqlab qolish va kasallikni imkon qadar sekinlashtirish. Keling, asosiy davolash yo'llarini ko'rib chiqamiz. Hayot tarzi va konservativ choralar. Bu birinchi va eng muhim qadam. Hayot tarzi deganda avvalo vaznni me'yorga keltirish tushuniladi. Agar ortiqcha vazningiz bo'lsa, hatto 5-10% vazn tashlasangiz ham tizzalaringiz ancha yengil nafas oladi.
og'riqlar sezilarli kamayadi. Maxsus terapevtik mashqlar va jismoniy faollik ham davolanishning asosiy qismlaridan biri hisoblanadi. Fizioterapevt yoki reabilitolog sizga tizzani zo'riqtirmaydigan, aksincha mustahkamlaydigan mashqlar majmuasini tavsiya qiladi. Masalan, son va boldir mushaklarini kuchaytirish tizzaga tushadigan bosimni kamaytiradi. Fizioterapiya muolajalari, masalan, issiq bilan davolash, magnitoterapiya, ultratovush ham ayrim bemorlarga yengillik beradi. Qon aylanishini yaxshilab, yallig'lanishni pasaytiradi. Kundalik hayotda qo'shimcha tayanch vositalari ham yordam beradi. Masalan, tizzani bog'lovchi maxsus breslar yoki elastik bandajlar tizzani barqaror ushlab, og'riqni kamaytiradi. Og'irroq bosqichlarda tayanch uchun hassadan foydalanish ham mumkin. Bu yurishda tizzaga tushadigan yukni bir qismini kamaytiradi. Dori-darmon bilan davolash. Gon artrozni butunlay yo'qotadigan dori yo'q, lekin simptomlarni yengillashtiruvchi vositalar bor. Eng ko'p ishlatiladigani og'riq qoldiruvchi va yallig'lanishga qarshi dorilar. Bo'g'imdagi yallig'lanishni kamaytirib, og'riqni pasaytiradi. Ularni tabletkada yoki malham, gel shaklida ishlatish mumkin. Shu bilan birga oddiy parasetamol ham yengil og'riqlarga yordam berishi mumkin. Og'riq qoldiruvchi dorilar uzoq muddat ichish tavsiya etilmaydi, chunki ular oshqozon ichak va buyrakka nojo'ya ta'sir ko'rsatishi mumkin. Dozasi va davomiyligi shifokor tomonidan aniq belgilanishi kerak. Ayrim hollarda shifokor bo'g'im ichiga gormon steroid ukoli qilishi mumkin. Bu ukol kuchli yallig'lanishga qarshi ta'sir qiladi va og'riqni tezda yengillashtiradi. Lekin ta'siri odatda bir necha hafta yoki oy davom etadi xolos. Buni yilda 2-3 marotaba qilish mumkin, chunki steroidlar tog'aga uzoq muddatda salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bu bo'g'im ichidagi biopolimer suyuqlik kiritish orqali tog'a yuzasida sirpanchiq qavat hosil qilib, vaqtinchalik harakatni yengillashtiradi. Ba'zi bemorlarda bunday gel 6-12 oy og'riqni kamaytirishi mumkin. Boshqalarda esa uncha samara sezilmaydi. Xondroprotektorlar, glukozamin, xondroitin bu moddalar tog'ay ozuqasi sifatida reklama qilinadigan va juda mashhur bo'lib ketgan. Ko'plab bemorlar ularni yillar davomida ichib yurishadi. Ammo zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, glukozamin va xondroitin kabi qo'shimchalarning ko'pchilik bemorlarda ta'siri platsebo, soxta dori darajasida, ya'ni aniq isbotlangan foydasi yo'q. Ayrim odamlar men ichsam yaxshilik sezaman deyishadi. Balki individual ozroq foydasi bordir, lekin umuman olganda bu preparatlar tog'ayni qayta tiklab bera olmaydi va kuchli og'riqni ham ketkazib bera olmaydi. Shunday ekan, xondroprotektorlarni mo'jizakor davo sifatida ko'rmaslik kerak. Ularni ichmaslik haqida shifokorlar bilan maslahat qiling. Ba'zan boshqa vitaminlar bilan birga kompleks tarzda buyuriladi, lekin ko'p umid qilib bo'lmaydi. Jarrohlik usullari. Agar konservativ usullar yordam bermasa va gon artroz 3-4 bosqichga o'tib, bemorning yurishi juda qiyinlashsa, jarrohlik aralashuv masalasi ko'riladi. Bir necha turdagi operativ yechimlar bor. Afsuski, rivojlangan artrozda artroskopiya kasallikni tuzatmaydi. Shunchaki vaqtinchalik yengillik berishi mumkin. Jarrohlik masalasiga kelganda, har bir bemor alohida yondashuv talab qiladi. Ta'kidlash lozimki, operatsiya bu eng oxirgi chora. Chunki operatsiya bu juda katta risk. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turganingizdek, ayrim insonlar sog'lom holatda o'z oyog'i bilan operatsiyaga borib qaytmayotganlar bor. Shuning uchun operatsiyaga shoshish kerak emas. Gon artrozini davolashda Delta klinikasi o'z xizmatlarini taklif etadi. Bunda maxsus metodika orqali siz og'riqlardan operatsiyasiz ham qutulishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Batafsil ma'lumot uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Savol va takliflaringizni izohlarda qoldiring. Kelasi hafta ko'rishguncha, xayr.